Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qonda qurilish texnikalar do'konimizga aravali beton mishalkalarimizdan yetib keldi. Juda ko'pchilik akalarimiz so'rashgan ushbu mishalkalarimizni. Bularda motorlari 2,5 kilovatli motor qo'yilgan bo'ladi. Bugungi obzorimizda shuni to'liq holatda ma'lumotlarni berib aytib o'tib ketamiz. Hozir do'konimizda ikki xili bor. Kattasi 240 litrli modeli bor va 200 litrli modeli bor. Bularda motori 100% mis atmotika bo'ladi. Kondensatorli, tok net chiqyapti, net chiqyapti ko'rsatib turadi. 2500, ya'ni 2,5 kilovat motori, 1400 оборот bo'ladi. Обороти 100% mis atmotka motor bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. O'ziga ham yozib qo'ygan. Ikkalasining ham motori bir xil, 2,5 kilovat. Bemalol 180-190 voltlarda ishlashga mo'ljallangan shu mishalkalarimiz. Hozir yig'ib, terib, tayyorlab qo'yganmiz. 200 litrligi sal arzonroq chiqadi, 240 litrligi ozgina qimmatroq. Endi o'zining farqi bor, shu narxiga yarasha. Ichidagi aylantirib beradigan barabarlar 3 qatorli bo'ladi. Hali qotirilgan yo'q. Mana shular qotiriladi. 3 tomonlama aylantirib beraveradi. Endi buni ishlatishga o'ta udobli, ham pakana, bemalol kurakda solsalaring ham bo'laveradi. Oyog'ini legirovka qilib turib, ko'tarib tushirib olsalaring bo'laveradi. Yechib turib, sal oyog'ini tushirib olsalaring, mishalkani oldi tepaga ko'tariladi. Shu holatda bemalol ishlasalaring bo'laveradi. Undan tashqari, udinetni uzunroq qilib turib, yetalab yursalaring ham bo'laveradi. Ishlab chiqarish bor akalarimiz uchun yoki chorvaga, mol qo'ylarga o'sha yem tayyorlab berish uchun ko'pchilik akalarimiz ham olib ishlatishyapti ushbu apparatimizni. O'ta udobli ham, ishlashi ham o'ta zo'r. Materiallari ham o'ta qalin materiallar, mana ko'rishlaring mumkin. Dugalari ham oddiy mishalkalardan ko'ra ancha ham baquvvat. Narxlari ham hamyonbop. Kimga narxlari qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Ekran osti nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Optim narxlarda qilib berilaveradi. Sotish uchun ham mishalkalarimiz bor. Xo'p, manzil so'raganlar uchun manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina Setavorda joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, lekin osti nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Sonlari chegaralangan. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib ko'rasizlar.